Çıray salamlarda şükürler var. Salam kılsan kılsa usal. Assalamu alaikum azizlar. Biz Python dersimizning 2 soatlik dersini so'zlab kelayotgan yana qismlar bo'yicha bo'linib ketyapti. Undaqda oldin qismlardan ko'rsanglar bo'ladi, ko'rvarsanglar bo'ladi. Biz kelgan yerimizdan davom qilib mangayli. Ya'ni biz uni ko'rib oldik. Ya'ni a'zolarni ta'tir o'rilib ketgan a'zoni o'ng qilish degandek ularni ko'rib oldik. Endi biz yuqorqi buyruqlarni saqlash lozim bo'lib qilib, biz yuqorqi buyruqlarni ko'rib oldik. Undaqda biz bu buyruqlarni for halqasi bo'yicha bir taraf qilib boqayli. Masalan, bularning hammani yutib turib for halqasini biz ko'makchi hozir. Undaqda for halqasi qanday qildi deyapti-da biz unda qilayli. Masalan, for in range. For in range deb range degan doira degan gap. Tırnak açtık, yaptık, içi kırdık, 10 dedik. Yani muşu 10 degan doira ichidagi a'zolarni bizga ko'rsatib bermoqchi. Ya'ni bu yerda biz qo'sh tirnoq, qo'sh chekit qo'yibmiz. Ya'ni buning ma'nosi bo'lsa 10 doirasi, 10 ning doirasi ichidagilar uchun degan ma'noda. Undaqda 10 ning doirasi ichida nimalar bor, uni bizga ko'rsatib bermoqchi. Undaqda buni qilib bo'lgandan keyin biz enterni bosdik, miya keldik. Bega print i deymiz. Print tirnoq ichida i deymiz. Enter s. Ondan keyin F5. Bu yerda bir narsa xato bo'lib qoldi deydi. Dasa bu yerda nima xato bo'lib qoldi? Bu yerda biz oyni unutdik. Undaqda biz mana Ctrl C kopyalayib, bu yerda biz qanday qilamiz? Enterni bosamiz. Kelgandan keyin Ctrl V ni bosdik, bunda bo'ldi. Bu bo'lgandan keyin enterni bosdik, Ctrl S ni bosdik, saqlab oldi. F5 ni bossak, bu yerda 0 dan 10 gacha bo'lgan doiradagi sonlarni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deb ko'rsatib berdi. Ko'rsatib bergandan keyin biz buni bilib oldik. Endi tik shaklda ko'rsatib berdi. Shundoq, ikkinchi misol ko'rib boqaylik. Ikkinchi misolda biz buni ozroq o'zgartirish qilib boqaylik. Nima qilib boqaylik deyapti-da, qog'oygacha qilmay biz bu yerni 5 dan 10 gacha bo'lgan doira deb ko'rsataylik. Ya'ni 5 dan 10 gacha bo'lgan doira ichidagi oy uchun degan ma'noda. Endi biz buni qilib bo'lgandan keyin enter Ctrl S saqladik, F5 desak 5 dan 10 gacha bo'lgan araliq 5, 6, 7, 8, 9 mush doirani ko'rsatib berdi. Endi 3-misolda biz bunday qilib boqaylik. 3-misolda biz buni boshqa yerga qilmaygan o'xshashlam. 3 boshlanish nuqtasi 3 bo'lsin.
Ahirlash 10 bo'lsin. Pesh 2 deyli. Deb bo'lgandan keyin Ctrl S saqladik. F5 desak, qandaq 3 5 7 9 deb berdi. Endi bu yerda biz bilib oladigan bir narsa bor. Qaranglar. 3 dan 10 gacha bo'lgan doira ichidagi sonlarni ko'rsating dedi. Bu yerda eshish qiymati 2 bo'lsin dedi. Eng oxirgisi eshish qiymatini bildirdi. Ya'ni bu misolda miyadagi masalan mana x y z desak, mana x boshlanish nuqtasi, mana y oxirlash nuqtasi z cho eshish qiymati shuni bildirdi. Demak, bu yerda 3 dan 10 gacha bo'lgan doiradagi sonlarni har bir a'zo orasidagi sonning eshish miqdori 2 holat ko'rsatib berdi. 3 dan 5 gacha 2, 5 dan 7 gacha 2, 7 dan 9 gacha 2. Biz buni bilib oldik. Bilib olgandan keyin bunday bakaylı. Masalan, yana boshqa hech qilmay buni o'zgartirib bakaylı. 10 0 -1 desek, Ctrl S desek, F5 desek, bizga bunda chiqarib berdi. Ya'ni -1 ta'tir yo'nalishda 10 dan 0 gacha bo'lgan doiralarni ko'rsatib berdi. Mana ta'tir yo'nalishda ko'rsatib berdi. Bunday qilsak, bunday qildik. Buni bilib oldik. Bilib olgandan keyin endi biz 5-misolni ko'rib bakaylı. Biz 4 misol ko'rib oldik deyman. Xatolashmasam 5-misol keldik. Undaqda biz qarsak bularningki hammasi tik shaklda chiqdi shunday. Biz buni mundaq to'g'ri shaklga mi chiqarib bo'lamdi, uni ko'rib bakaylı. Undaqda biz bu yerga boshlanish 10 bo'lgan 20 bo'lib baxsin. Oxirlash 0 bo'laversin, ta'tir yo'nalish bo'laversin. Endi biz buni qanday chiqarmoqchi? Tik shaklda emas, natijani to'g'ri shaklda chiqarmoqchi. Boshliq qo'yib end deymiz. Tang deymiz. Yerga mahorat qilamiz. Qilib bo'lgandan keyin Enter Ctrl S saqladik. F5 desak, qanday chiqarib berdi? Bunday chiqarib berdi. Ta'tir yo'nalishda 20 dan 0 gacha bo'lgan doira ichida ko'rsatib berdi. -1 deganimiz ta'tir yo'nalish deb buyruq bergandik. Endi buni ko'ra oldik shunday. Ya'ni tik shaklda chiqarish uchun biz orqaga end tang qo'sh tirnoq ichib, boshliq qo'yib, qo'sh tirnoq yopib, mushuni qo'shgan vaqtimizda bizniki a'zolarni tik shaklda emas, to'g'ri shaklda ko'rsatib bergan. Undaqda bizning ish qilmaydigan vaqtida buni ko'ra oldik. Endi vaqtimiz intayin oz qolibdi. Masalan, 100 210 deb bakaylı buni. Yüz 210 deb qilsak, Ctrl S F5 desakchi, bunda chiqarib berdi. Ya'ni ish qiymati 10 dan 10 bo'ldi. Vaqtimiz yana to'shib qoldi.